ta askardan o'zi 600 ta askar to'playdi jami. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishdan oldin bu yerda podshohlik hukm surgan. Podshohlik ya'ni otadan bolaga, boladan nevaraga qolgan. Shunda bir podshohning bolasi Muslimon degan bola o'sha podshohlik davri kelgan paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqadilar, musulmonlik da'vat qilib, musulmonni qabul qilgan paytda u xiyonat qiladida, boyagi 600 ta askardan 300 ta askarni olib qo'yadi. Shunda 300 ta askar bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu yerda tanlaydi. Sahobalarga aytadiki, Madinani himoya qilish uchun qayerda urush qilamiz? Mushriklar 3000 ta bo'ladi. 3000 taga 300 ta askar bilan shu joyda tanlaydi. Madinada shaharning ichida uylarimizda yashirinib, xonalarda hujum qilamiz deganda, u yerda ayollarimiz va farzandlarimiz bor. Ular yarador bo'lib qolsa nima qiladi? Qiynalamiz-ku dedi-da. Shu mushriklarni olib kelib mana shu joyga olib keladi hujumga, uyushtirish uchun. Mana tog'ning orqasi bilan katta tog'dan aylanib, bir o'rtalikda nima bog' bor, shu yerda chuqur bo'lgan. Chuqurlik bo'lgan betlar bu yerda bozor tog' bo'lgan, chuqurlik bo'lgan betda. Bizlar to'ldirib tekisda qo'ygan ziyoratlar uchun. Otliqlarni hujumga kelgan paytda oraga o'tkazgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima deydi? Taktika o'tkazganda, oraga kirgandan keyin bu yerga kamonchilar joylashtirgan. Shu joydan kamonchilar kamonda o'qizib, yovni ikkiga bo'lgan. Qolgan orqaga chekingan, oldinda qolganlarni yenggan. Shutib mushriklarning 3000 ta askari bu davrda bilasizlar, hammasi bayroq ko'tarib hujum qilgan. Bayrog'ini payg'ambarimizning askarlarini, ya'ni sahobalar 9 marta sindirgan ekan. Har qulaganda u yengildi degani. Yana hujumga bayroq bilan keladi, yana yengiladi. Shutib 9 marta yengilgan dedi. Ya'ni bayroq kesilgan. Oxirgi hujumida shunda Abu Jahlni amakilari bilan shu ikkalasi bir hiyla qiladiki, nahotki 300 tagina askar 3000 tamiz yengyapti. Kelinglar deydi, biz deydi, hozir deydi, chekinamiz deydi. Otliqlar pastda turadi deydi. Chekinganimiz otliqlar bilan hujum qilib yengamiz deydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, sahobalar hammasiga, ayniqsa tepada kamonchilarga. Biz qancha urushda yengsak ham, yengilib qolsak ham, meni o'zim shunglar demagancha tushmanglar dedi. Bu payg'ambarimiz amri bo'ladi. Amr podshoning amri, kulli amr dedi. Boshliqlarning amri, direktorlarning, xonadonda otani, ishxonada boshliqning amri vojib bo'ladi. Shu vojibni tark qiladi ular. Tark qilgani bitta sahobalarda boyagilarda hilasi ish beradi. Ular hammasi qochadi, qolgan o'ljalar, o'liklardan hamma bitta qolgan askarlar keltirib, birini kamonini, birini nayzasini, birini kiyimini, ridolarini, birini karmonlarini, pullarini oladi. Shunda sahobalarda turgan kamonchilar biz yengdik, biz ulardan o'zimizga o'lja ola olmadik-ku deydi-da, shayton vasvas qiladi, ular tushadi. Tushadida kamondagilar narsa olayotganda, bu yerdan pastdagi otliqlar kelib turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari shu yerda yengadi. Yenganida urush qattiq jang bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sovut kiygan bo'ladi. Sovutlari boshiga temirli sovut, ustlariga kiygan bo'ladi. Shunchalik qattiq zarbadan otliqqa uraganda boshidagi sovutni qisib qoladi. Va shunda zarb tekkanda muborak tishlari shu yerda tushadi. Shunda hattoki sahobalar, boshqa sahobalar eshitganlar shu hujumda Rasululloh tishlari to'kilibdi deganda taqvodor suygan bandalari tishlarini sindirgan ekan. Sunnat bo'lsin deb. Shunda bir sahoba keladi-da, Rasulullohga azob bo'lyapti. Bu musulmonlarda azobi deydi-da, sovutni muborak tishlari bilan tortadi. Shunda tortganda sovut temirki, shu yuzlarida yechilmay qoladi, shu yechishga tishlari sinib ketar ekan. Sinsin, bunisi bilan deb jaschi bilan tortib, muborak yuzlarini sovutdan himoya qilar ekan. Shunda sahobalarga shu haligi shayton layin
Rasululloh o'ldi deb g'avsh qazadi. Shunda ancha sahobalar xafa bo'lib, urushdan ancha qo'rqib qoladilar. Biz yengildikmi deb. Shunda sahobalardan esimda yo'q, shu aytadiki, bir sahoba turib aytadiki, nahotki Rasululloh o'lgan bo'lsa, nega u o'lgan bo'lsa-yu biz o'lmayapmiz? Nega biz sunnat qilmaymiz? Biz ham Rasulullohning yo'lida shahid bo'lamiz. O'lgancha urushamiz deb motivatsiya beradi. Hamma yana urushga turib ketadi. Shu davr paytida bir sahoba Rasululloh o'lgan bo'lsa, men ham shahidman deb o'ziga o'zi qanjoq tiqib o'ldiradi. O'ladi, o'lgandan keyin tomonchilari yarmi joyiga chiqadi, qolganlar payg'ambarimizning tirikligini eshitadi, hamma Allohu akbar deb turib, kuchiga kuch qo'shilib, hamma boyaga 3000 ta askar yengadi. Keyin yengandan keyin shahidlarni izlaydi. Shahidlar izlaganda shahid bo'lganlarni ko'ringlar deydi. Kimnidir kamonmi, qilichmi tegib o'lgan bo'lsa, qaranglar, yarasiga deydi. Yara qilich tekkan joy deydi. Qon sachrab ketgan bo'lsa, u shahid emas deydi. Kimni qilichmi, kamonmi tekkan bo'lsa, kuygan bo'lsa deydi. Kesilgan joyi yara go'sha kuygan bo'lsa shahid deydi. Qarasak nechta sahoba o'lgan bo'lsa, hammasi shahid. Bitta boyagi taqvodor, payg'ambarimiz suygan, o'ziga jonni qasd qilgan, qon sachrab yotgan bo'ladi. Uni deydi, u do'zaxi, uni ko'mmanglar deydi. U o'ziga o'zi joniga qasd qildi. Islom dinida Allohning bergan ne'mati bizlarga hammamizga jon ato etgan, kimki joniga qasd qilsa, Allohga qasd qilgan. Ya'ni Allohning amriga. Shunda bu do'zaxi bo'lib qoldi deydi. Uni bitta shu payg'ambarimizning eng yaxshi ko'rganligi bo'lsa ham, buni do'zaxi deydi. Sahobalar yig'laydi. Bizlardan da u nihoyatda mustahkam sahoba, ya'ni sizga suygan ummatingiz edi desa, farqi yo'q deydi. Men payg'ambar bo'lsa, jon ato etgan Alloh deydi. U Allohni joniga aligiga qasd qildi. Shuning uchun bizlarda ham hozirgacha joniga qasd qilib o'zini osdi, o'zini o'ldirdi deganlarga janoza o'qilmaydi degan shundan. Bu joyda Hamza roziyallohu anhu va sahobalar qabrlari pastda bo'lgan, hozir qabrlar bilan o'ranishi, butun yashayotgan ichida. Hozirgacha jonni qanday o'lgan bo'lsa shunday. Ustidagi kiygan ridolari ham, kiyimlari ham, qonlari ham chirimagan, jasadlari qanday bo'lsa hali ham turibdi. 80-yil Madinaga qattiq jala keladi, yomg'ir. Hamma tomondan yomg'ir yog'ib turib, qabristonga tushib, qabriston yuvib ketadi. Yuganda qabrlari ochilib qoladi sahobalar. Shunda Madinaga mushk ambar taralib ketadi. Shunda madinaliklar qanday hid bo'ldi deb hamma tomon izlab kelsa, Hamza roziyallohu anhuning qabri ochilib qolgan ekan. Va uni yana shu qayta qabriga ko'madi. Hozir ham mana pagodamiz deydi, havoni qarang qanday. Uhud tog'i hamma o'ylaydi bo'ldi. Bu emas. Aslida mana shu 13,5 kilometr uzunligi. Yeni chuqurligi 3,5 kilometr. Yeniga 7,5. Balandligi adashmagancha og'irligi 126 million tonna deydi. Bu ya'ni shariat bo'yicha shuni hammasi bir qirot degan. Bir qirot deganni tushuninglar. Erkaklarimiz ayniqsa mahalladami, qayerda, masjiddami janoza bo'ladi. Janozaga kimki 4 takbir janoza o'qidim, Allohu akbar, imom vaqtida qildim desa, bir qirot savob olibdi deydi. Bir qirot 126 million tonna savob degan. Va janozaga qatnashib qabristonga borib ko'mishga bordi. Qabristonga borsa yana bir qirot olibdi deydi. Erkaklarga 2 qirot savob bor deydi. Ayollarimiz janozaga borib turib yig'lamasdan achingan holda borsa ularga bir qirot degan. Ular har janozaga qabristonga bora olmaydi. Qabristonga borish ayollarga taqiqlangan shariatimizda. Va Hamza roziyallohu anhu mana shu qabristonda turibdi. Qabristonda ayollarni
qabrlarni boshiga va oyoq tomoniga bittadan tosh qo'yadi. Ya'ni ayollarga ikkita tosh. Qabristonga borsangiz bosh tomonda bitta tosh bo'lsa, bu erkak kishi. Ikkita tosh bo'lsa ayol kishi. Bu Arabiston o'lkalarida shu bilan farqlanadi. Bizning O'zbekistonlarda marmar qilyapti, beton qilyapti, chiqib ketmasin deydimi? Har xil. Bu xilof bo'ladi shariatga. Qabriston ham tog'da ham bildik qanchalik kattaligini. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tishi to'kilganlarida mana shu tepalikka chiqqan dedi. Chekinganda shu tepalikkacha chiqqan dedi. Kamonchilarimiz orqalaridan borgan dedi. Yengilganda. Keyin Xudoyim kuch-quvvat berib yengan dedi. Yenganida Alloh taolo farishtalarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga odam qiyofasida askar qilib jo'natadi. Farishtalar askar hisobida mushriklar, ya'ni boyagi dushmanlariga shunday ko'p soldat bo'lib ko'rinadi, askar bo'lib. Ular hattoki orqaga qochib ketgan deydi. Nahotki bular ko'payib ketdi deb. Shayton vasvasa qilib harakat qilinglar deydi. Rasulullohning orqasida farishtalar shu askarlar qiyofasida ko'ringandan keyin hammasi orqaga qochgan deydi. Yana bir rivoyatda sahobalar shunday urushga charchab turganlarida hammalaring turinglar, dushmanga qarab misvak ishlatinglar deydi. Bitta sunnat qilaylik deydi. Shunda hammalar misvaklarni tishini tozalaydi. Shunda dushman shunday qarasa, hamma askar tishini tozalasa, ko'ngliga shayton g'ulg'ula solib, ular tishini o'tkirlayapti. Hozir bizni yeydi. G'ajiydi deydi-da, ham yarimga ikkiga bo'linib qochib ketadi. Bitta sunnatni tiriltirganiga payg'ambarimizdan sunnatlar ko'p juda. Bittasini qilsangiz, o'zlaringiz hammalar bir sanab ko'ringlar. Bitta sunnatni bajarsangiz, bitta ishingiz 10 barobar oldinga ketadi. Har tomonlama. Ikkita qilsangiz qancha ko'p. O'zlaringizdan ham bir sanab ko'ringlar. Alloh taolo qanday sunnatni bizlar musulmonlar uchun muhim qilib qo'ygan. Biz ko'p sunnatga amal qilmaymiz. Shunday sal deymizmi, ancha orqada yuramiz. Shu paytgacha musulmonlarning eski kiyimlari bozorda sotilgan. Eski kiyimni musulmonlar kiymagan. Doim toza yangi kiygan. Hozir bozorlarimizda ruslar deymiz, shularni eskilarini ko'p qishloqdagilarimiz olyapti. Nega? U xonadonda ibodat yo'q. Namoz o'qimayapti. Ko'pchilik sunnatni, Rasulullohning amalini qilmayapti. Bu Allohga xush kelmaydi. Alloh taolo bizlarga nima degan? Ibodat qiling degan. Salat degan. Chiroyli ibodat qilinglar degan. Namoz o'qi demagan. Salat degan. Ya'ni namozni mukammal va chiroyli qil degan. Shuning uchun biz chiroyli qilishimiz kerak. Namozni yaxshi o'qishimiz kerak. Vaqtida to'g'ri harakat qilsak, Alloh taolo qabul qiladi. Ibodati bor xonadon, boy xonadon. Chunki bu dunyoyu u dunyoga. Har bir inson aytdik, mana bir qiyratdan olgan bo'lsa, masalan 100 ta janozaga qatnashsangiz 100 qiyrat degan. 100 qiyratning savobini bilmaymiz endi, qancha bo'lib ketadi. Bu dunyoda o'lim yo'q. Bu dunyoda kimdir nechiga kirib bo'lsa, hamma o'tadi. Bu dunyoda o'lim yo'q. Shuning uchun bu dunyoda hammamiz savob olishimiz kerak. Bizlar nima qilyapmiz? Rizqqa ketyapmiz. Bozorga o'tamiz. Nima bo'lsa faqat rizqimizni qo'yapmiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda rizqqa kafilman degan. Hattoki toshni tagidagi qurtlarga ham rizq bergan. Farqi yo'q. Qushmi, insmi, jinsmi, insonmi, hammani rizqqa Alloh taolo kafil. Biz rizqqa qo'yapmiz-da, amr qolyapti. Biz amrni qilsak, rizq bizni qo'yadi. Shuning uchun taqvodor bo'laveramiz. Kitoblarda ham keladi, hammasida alhamdulillah robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Ya'ni muttaqin deb taqvodorlarni degan. Hamma kitobda shu yozilgan. Taqvodorlar uchun. Ya'ni nima? Oxirat, bu dunyo. Taqvodor qilsak, taqvo bo'lsak, Xudo suygan banda bo'lamiz. Milliardlab insonlar o'tgan, hammasi ham jannatda bo'lavermaydi.
o orasidan saralangan edi. Ya'ni ibodatdagi muttaqinlar. Parvardigorim hammalarimizni muttaqinlardan qilsin degan. Bu yerda Xudo xolasa yerga kelib sahobalarga, payg'ambarimizga Qur'on tilovat qilinsa, tikka turib qilinadi. Kim Qur'on tilovat qilsa, xatm Qur'on qilsami, kelganlarni ota avlod, ona avlodimga desa, o'tgan yaqinlariga sahobalar tufaylardan yetadi. Shu joyga borib Qur'on o'qib ketadi. Biz ham hozir inshaalloh borib 2 rakat Ixlos surasidanmi, Kofirundanmi, alhamdulillah qo'shib bitta o'qisa, hammamiz o'zimizning yaqinlarimizga, ota avlodimiz, ona avlodlarimizga bag'ishlaymiz. Shu yoqqa qarab yuramiz endi. Hamza Razor. Bu tog', eshitmayman, bu tog' Qo'monchilar tog'i. Uhud tog'i mana bu. Bu Qomonchilar tog'ini sababi bitta Qomonchilarni payg'ambarimizga amrni bajarmagani uchun hattoki la'nat degan. Tushuninglar, la'natlagan degan joyi bor. Shunda ular tushganlar xiyonat qilib qo'ydi. Ular hisobidan ancha sahobalar o'ldi. Shuning uchun duoibat bo'lib qolmasin. Kelajak oxir zamon ummatga bu tog' va shu tushdan chiqqan Qomonchilarga la'nat yetib qolmasin deb shu yerda turgan Qomonchilarning birontasining ismi yozilmagan. Abu Jahl deymiz, hamma biladi, Makkada payg'ambarimizga qarshi chiqqan. Hozirgacha shu uyini hojatxona qilib qo'ydi. Hozir ham hojatxona. Qiyomatgacha degan. Ayoli yomonlik qilgani uchun Tabbat yada Abi Lahab va Tab degan Qur'on bor. O'sha masal sura shunga nozil bo'lgan. Nozil bo'lgani Abu Lahab va uning ayoli o'tinni bog'ini boylab yelkanlab do'zaxga kiradi degan. Jahannam olovga degan. Xudo saqlasin. Shunday bo'lmasin deb bundagi bironta kamonchi aytilmagan. Qur'onda kelgani, tarix Muhammadiylardagi masalan Alhamdulillah sog'inlik ko'p joylariga aniqib yozgani, ham Imom Buxoriydan kelganlarda birontasida yozilmagan. Chunki hozir masalan bir inson nomi tog'da tushib, shu sababdan o'lib desak, men emas, hammamiz yomon ko'ramiz. Shuning uchun yomon ko'rmasin degan shularning ham sahobalarning avlodlari bor. Aytadi-yu, masalan, eshonlar, o'ralar, haligilarni ko'taramizki, hurmat yuzasidan. Nima? Sayyidlar deymiz. Payg'ambarimiz avlodlari, hozirgacha kelgan avlodini sayyid deymiz. Sahobalar, kiromlardan, tobiinlardan kelgan, avlod uzilmagan, sajara uzilmay kelganlarni o'ramlar deymiz. Eshon bovalar deymiz. Nega ular avlodini bila oladi? Avlodi uzilmay kelgan. Sajara degan biligi bor. Payg'ambarimizdan kelgan, uzilmay kelgandir. Ular shuning uchun aytadi, har bir inson o'zini 4 ta otasini bilsin deydi. Hattoki 7 ta degan joyi ham bor. Masalan bizdan ko'pchilik 3 tasini biladi, 4tasini eslolmaydi. Shuning uchun bolalarimizga, nevaralarimizga aytib qo'yishimiz kerak. Meni falon otam bugun deb aytib qo'ysa, 7 tagacha bilgan yaxshi bo'ladi. 4 tasini bilishlik sunnat bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tanish uchun kim yaxshi tanisa, o'zini bilsin. Otasi Abdullohni bilsin. Uni otasi Abdulmuttalibni bilsin, Hoshimni 4 tasini bilsin degan. Avlodi hali ularda ham Makkaga borganda ularda ham joylari bor, qabrlari bor. Inshaalloh u yoqqa ham borib ziyoratlarga chiqqanimizda shu mavzuga qoladi, shuni aytib o'tamiz. Hozir o'tamizga Qur'on tilovat qilib, namoz shomga kiramiz.